Birinchi qism Sudan tarixi mojarosining ildizlari. Men Sudan aholisidagi chuqur ziddiyat haqida ko'p eshitganman va nima uchun bunday bo'lganini tushunishni xohladim. Bu keskinlikning tubida nima yotadi? Javobni topish uchun men Sudan tarixini o'rganishni boshladim va sizni ham vaqt bo'ylab ushbu sayohatga taklif qilaman. Arablar kelishidan oldin 7-asrgacha arablar istilosidan avval bugungi Sudan hududi Nubiya qirolliklariga tegishli edi. Kush, Mooriya, Nobotiya, Makoriya va Alodiyalar ular o'z yozuvi, madaniyati va dini bo'lgan afrikalik davlatlar edi. Keyinchalik taxminan 4-6-asrlardan boshlab Vizantiya va Misr ta'siri bilan masihiylik Sudanga tarqala boshladi. 8-asrga kelib Shimoliy Sudanning deyarli butun hududi masihiy bo'lib ulgurgan edi. Arablarning kelishi 7-10-asrlar 640-yilda musulmon arablarning Misrni zabt etishi ortidan arablarning janubga Nubiya yerlari tomon ta'siri kuchaya boshladi. Ammo arablar Sudanni to'g'ridan-to'g'ri bosib olmagan. Aksincha 652-yil atrofida musulmonlar va nubiylarning o'rtasidagi Baxt shartnomasi deb atalgan noyob tinchlik bitimi tuzildi. Shartnomaga ko'ra ikkala tomon bir-biri bilan urush qilmaydi. Nubiyliklar Misrga qullar yuborish kerak. Musulmonlar esa don-mato berish va Nubiy hududlariga hujum qilmasligi kerak. Bu to'g'ridan-to'g'ri istilodan ko'ra madaniy almashuvni yuzaga keltirdi. Arablashuv va islomlashuv 11-16-asrlar vaqt o'tishi bilan arab qabilalari asosan Arabiston yarim oroli va Misrdan kelgan biyudiylar Sudanga ko'chib kela boshladi. Juhayna, Jamma, Rashayda va boshqalar. Ular islomni, arab tilini va arab madaniyatini olib keldi. Mahalliy ayollar bilan oila qurdi. Natijada aralash aholining paydo bo'lishiga olib keldi va asta-sekin Nubiya an'analari siqib chiqarildi. 15-16-asrlarga kelib Shimoliy Sudan asosan arab tilida so'zlovchi musulmonlarga aylangan edi. Avvalgi masihiy qirolliklari, masalan, Makoriya, islom ta'siri ortida yemirilgan yoki butunlay yo'q bo'lib ketgan edi. Usmonlilar Misr hukmronligida va Mathiylar ta'siri 19-asrda Usmonli imperiyasi Misr orqali Sudanni egalladi. Bu jarayon islomlashuvni, qullik savdosini va arab boshqaruvchilarining hukmronligini yanada kuchaytirdi. Asr oxiriga kelib esa islomiy yetakchi Al-Mathi qo'zg'olon ko'tardi va 1885-1889-yillarda islomiy davlatni barpo etdi. Shu paytga kelib Sudan to'liq arablashgan va islomlashgan edi. Xulosa, 7-asrgacha masihiy Afrika qirolliklari, 7-10-asrlarda arablashuv bilan ilk aloqalar, tinchlik shartnomasi va asta-sekinlik bilan ta'siri kuchayishi, 11-16-asrlar ommaviy arab ko'chishi va islomlashuv, 19-asr to'liq arablashtirilgan va islom hukmronlik bo'lgan. Tarixning bu birinchi qismi arablashuv va islomlashuv Sudanni asta-sekin o'zgartirishini ko'rsatadi. Qadimgi masihiy qirolliklar yo'qolib, o'rniga yangi madaniyat va e'tiqod shakllandi. Ana shundan shimol va janub o'rtasidagi